Men Karimova Nafuza, Amir Temur hududining bosh agronomiman. Har yili mana shu uyimda, inkubatoriyamda 300 karobkada urug' ochiraman. 350 karobkagacha har yil tarqataman. Bu yilga mana shu 2025-yil men xotin-qizlar faollar bilan birgalashib 330 karobka tarqatdim. Allohga shukr. Ben 15 yillik faoliyatimda men bu yilga urug' juda ham ajoyib kelgan. Barchalar ajoyib. Bu yil pilla boqmoq odamlar yirik keldi pillar. Vaqtimiz ham yaxshi, urug'imiz vaqtida berildi. Ham urug'imiz eng ajoyib faoliyat urug'i. Hozir o'zi birinchi yoshda o'qilyapti kurslarimiz. Mening hududimda pilla korlarim bir karobkani o'nga 2 karobka bo'lganlik. Juda ham qiziqish yaxshi. Chunki shuni o'rganib qo'ygan. Nasib bo'lsa, Olg'ir rayonida Amir Temur yuzimiz yorug' bo'lib qilishga Allohdan nasib qilib so'rayman, yaxshi bo'ladi. Xurmoga baraka bersin. Assalomu alaykum. Necha karobka? 3 karobka. 3 karobka? Odam mayda-ku, har bir sonamizda katta uy bo'laveradi. Qolgan 3 ta katta uy bo'ladi ganda. Mehnatlaringiz samarasini ko'ringizlar. 68 kiryapmiz. Kiynek bichmayamizga 40 yil bo'lganmizda shundan beri tilla bo'lganmiz. Endi navbatma kelinlarga berganmiz istagitani. Endi kelinlar boqib, bu yani qizlarga, kelak o'g'illariga, ularga o'rgatib, mana shu joyda bu davom etsa bitirsa bu endi. O'tirib ol, ancha o'tirlar. Necha kilo bo'lyapsizlar? Olsun. Mana deysizlar, charchamaylar. Yaxshimi? To'ydan keldim, to'ydan. Endi ishda bo'ladi. Endi dam olish degan narsa yo'q. Hormang, xurmoga baraka, agronomdan. Yaxshimisizlar? Yaxshimiz 86 ta zvinam boqyapti. Har bir uyda 5 Ishga o'zar chiqadimi? ham sog'inadi. Tiqib qolmayaptimi? Bitta katta ketgan. Turba cheksimda. Siz kichik ustozlarsiz, katta ustozsiz. Maydalagamiz 3-uyqugacha 400 ta dorilar ular. Uni bilamiz. Maktab bilan birga bu pilla qo'ydi boqish amal kelmaganmi? Birga kesib, yoshini qilib Onalarimizga yordam berishni bilamiz. Xotin-qizlarni bandligi ta'minlanyapti. Bir yillik stajga gidinglar, stajga ega bo'lyapti. Staj degan qanday bir platformada farishta degan narsani ko'raman. Baraka bo'ladi, farishta bo'ladi. Aynan shu vaqt. Vaqtingizga sog' bo'linglar, charchamaysizlar. İkinci yaş birinchi bo'ldi. Har butun sinfda keltirib ko'chirgan ikkinchi yash. Keyin bo'ladi ular. Sak xonamiz. Bizni Zahriddin Muhammad Bobur mahallamizda Abdurahmonova Nazira opa agronom bilan birgalikda 126 ta xonadonga ipak qurti tarqatildi. 300 quti ipak qurti tarqatildi. Uni ichida kasanachilar bor, fermer ishchilar bor. Hamma bandligi ta'minlanib, ishsiz xotin-qizlarni jalb qildik. Mana xojonalar birgalikda bitta gruppa tuzildi mahallada. Kasanachilarga, ularga doim o'shanda Nazira opa agronom ularga maslahatlarini beryapti. Mana yomg'ir kunlari barglarni quritib berishi, kimni qanday muammolar bo'lsa o'sha gruppaga yozyapti. Bizlar maslahatlarni beryapmiz, uyma-uy yuribmiz, daftar tutib, har bir xonadonga kirib, gradislarini o'lchab, xonadon tozaligi, xonani, pillani boqilish sharoitlarini ko'rib chiqyapmiz birgalikda.